Yoshmi, qarimi, ko'pchilikda zreniya pasayishi kuzatilyapti. Siz ham uzoqni yoki yaqinni yaxshi ko'ra olmayapsizmi? Unda men aytganimni qilsangiz, zreniyingiz 10 kunda kimgadir qaraganingizda ichini ko'rib oladigan darajada yaxshilanadi. Xullas, burgut kelib sizdan ko'zi uchun maslahat so'rab ketadi. Buning uchun bizga kerak bo'ladi bir qoshiq asal. Bir qoshiq asal solib olamiz. Choy qoshiqda qora sedana. A va E vitaminlari kerak bo'ladi. Ikkita kapsuladan. Bu kapsulalarni igna orqali teshib olamiz. Ikkitadan A va E vitamin kapsulalarimizni teshib solib olganimizdan keyin yaxshilab aralashtiramiz. Hosil bo'lgan aralashmani bir kunda bir mahal ertalab iste'mol qilasiz. Zo'r. Burgut kelishini kutamiz endi.